Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Bugun 8-aprel kuni sizlarga yana bir dona Nasiya savdo dogovori Matiz bezataman. Ideal holatda, kraskasi, kalinkalarida bor. Mashin ideal holatda 2011-26 yil metalam qo'yilgan mashin haydashga tayyordan umara so'tatmishsa. 4 dona yangi bars top-toza balonlar bo'lsalar. Kraskasi zanglari ishlangan. Pashti Rammoydan 171 ming probeg, o'zini halol yurgan probegi tekshirib ko'rib olaverasiz. İdeal holatda zo'rini minaman dedi obunachilar uchun. Motorlarda rasxoti yo'q, hadoviy korobkanda rasxoti yo'q, balonlarda yo'q rasxoti. Faqat olib minasizlar. 11-yil aynalari mina 11 ko'rib tursa obunachilar. Mina 11-yil aynalari. Xo'p, mashinamizning salon holatini qaranglar. Приятный durdda, top-toza holatda, pokiza holatda qilib berilgan obunachilar. Faqat Nasiya savdo dogovori beriladi obunachilar. Kim qiziqli bo'lsa, orqasida kolonkalarni joylashtiriladi, ha? Için tozaligini qaranglar. Metan gazda top-toza. Obunachilar olib minishingiz uchun tayyor holatda ikkab ko'pmiz yana mashinani faqat ega bilan ishlashsa, bank aralashmaydi. Boshlang'ich to'lovi 6 million so'm pul berasizlar, oylik to'lovi 2 million 350 dan 26 oy to'lov qilib berasizlar. 26 oy 2 million 350 dan obunachilar. Boshlang'ich to'lovi 6 million so'm. Bunda 2013 ham bor. Buni ham 6 million so'm berasizlar, 2 million 350 dan 26 oy to'lov qilib berasizlar. Metan gazda yangi balonlar, salon holatlari ideal. Xullas, sizlarga tafsilotni aytib o'tiraman. Bir so'm rasxot etmaysiz obunachilar. Motor hadoviy sistemalari, tok yo'llari sistemalari hamma yeri ideal holatda o'tdi. Kraskalar zanglar ishlangan xolos obunachilar. Qiziqqan aloqa chiqaversa, zo'rini minaman degan Matiz'ni obunachilarimiz uchun akkab qo'ydikina. Kalenkalar ishlangan, ish kreni ujunlari ham ozginasi bor. Adashmasam. Mashin pechat hamma yeri. Kelaverasizlar. Faqat Xorazm viloyatidan beramiz Nasiya savdoga. Faqat Xorazm viloyatidan.